Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. O'zimiz To'qroq tumani Pitnak shahrimizda parkning içinde yengil konstruksiya ikki dona shunday magazin sotiladi. Birisi 5 metr, enine uzunasi 10 metr aziz do'stlar. Narxına keladigan bo'lsak, 6000 dollarda tutdilar, yana kelishib beradilar. Shu magazinlarning egasining raqamini qo'yaman, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimning raqamini qo'yaman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman ya birinchisini. Ha, ikkinchisidan götürüp o'taman sizlarga. İkincisidan götürüp o'taman, yine 5 metre 5 metr. Bu 3000 dolar bu. İkisi bir adamçı. Evet. Kimdir kızık bo'ladigan bo'lsa, bemalol egasi bilan bog'lanishingiz mumkin aziz do'stlar. İkisi bir adamchi. Hava, birisi 3000 dolar, birisi 6000 dolar. Üstünde yana kelishadigan. Soroshni satchak bo'lib turibdi, pul zarur bo'lib turibdi aziz do'stlar. O'zimizni To'qroq tumani Durjboy shahrimizning shu parkında joylashgan aziz do'stlar. Parkning ishlarini chiroyli kuzatib yotibdilar. Xudo xolasa 1-2 yilda ko'rasizlar. Zo'r dahshat bo'ladi. Mesela do'stlar, videolarimiz foydali bo'lsa bir like'lar bosib qo'yamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.